Twitter va Uyg'urlar. 2020-yil 4-oyning 25 kuni Elon Muskning Twitterni setib olganligi butun dunyoda g'ulg'ulib qo'zg'agan zo'r voqea bo'lib qoldi. Twitter dunyodagi ta'siri eng zo'r bo'lgan ijtimoiy aloqa supasining biri bo'lg'achqa, uning Elon Musk tomonidan setib olinishi har xil g'ulg'ula va parazlarga sabab bo'ldi. Amerikadagi jumhuriyatchilar ayni vaqtda prezident Donald Trumpni cheklayotgan Twitterning Elon Musk tomonidan setib olinganligini olqishlagan bo'lsa, demokratlar Elon Muskdek bir milliarderning ta'siri kuchli bo'lgan Twitterda qoralga yolg'iz ega bo'lishining demokratiyaga bir tahdid ekanligini so'zlamoqda. Uyg'urlarga nisbatan eng muhim bo'lgan masala Twitterning Elon Musk tomonidan setib olinishi Uyg'urlarning kelgusiga qanday foyda yoki ziyonlarni olib keladi degandan iborat. Bu masaladami ba'zi Uyg'urlar Muskning Twitterni setib olishi fikr erkinligini ilgari surib, Xitoyning Twitter'dagi tashviqotchi yolg'on hisoblarini to'sib, Uyg'ur davosiga foydali sharoit olib keladi deb qarasa, ba'zi Uyg'urlar Tesla shirkatining Xitoydan keladigan foydani ko'zlab Xitoyga yo'l qo'yish mumkinligini va buning Uyg'urlarga foydali bo'lish ehtimolining tovanligini so'zlamoqda. Twitter 2009-yildan beri Xitoyda cheklangan bo'lsa-mu, Xitoyning tashviqot qo'shinlari va hukumat amaldorlari Xitoyning tashviqot uchun ishlatiladigan qoral bo'lib kelgan. Yaqinqi vaqtlardan beri Xitoy Twitterda nurg'un yolg'on hisobot ochib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qiladigan mazmunlarni ko'plab tarqatgan edi. Amerikadan Xitoy tahdidining kuchayishi bilan Xitoyning Amerikaning supasini ishlatib, Amerikaga qarshi qilayotgan ta'tir tashviqotlari Amerika hukumatining emas, Twitter'dagi ijtimoiy aloqa supalarining diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning Twitter'dan foydalanib Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilishi amaliyotda Amerikaga qarta olib berilgan ta'tir tashviqot bo'lib, Twitter yaqinqi vaqtlarda Xitoyning net yuzlagan yolg'on hisoblarini taqib etgan edi. Elon Musk o'tkazib olgan Twitter buningdan keyin Xitoyning saxta hisoblarini davomli cheklamdi yoki Xitoy Elon Muskning yangi Twitter siyosati bilan o'tirg'i chiqadigan kengri fikr erkinligi yo'chiqidan va Tesla shirkatining Xitoyga bo'lgan beqindiligidan foydalanib Twitter'dagi ta'sir doirasini kengaytirdi. Bu haqiqatan o'ylanishga tegishli masala. Elon Muskning Twitterni setib olishi iqtisodiy manfaatdan bakrak, bu supa orqali o'z ta'sirini kengaytirishdir. Bu vaqtda 14 aprel nutq so'zlagan Elon Musk mundaq degan edi. Bu pul topadigan ish emas. Mening kuchlik ish tuyg'ularim menga eng ishonchlik va keng doiralik ommaviy supaning bo'lishi insoniyatning kelgusi madaniyati uchun nihoyat muhim ekanligini bildiryapti. Men bu ishda iqtisodni qilchilik o'ylashmadim. Demak, Elon Musk Twitterni setib olishdan bu yumshoq qoraldan foydalanib, o'zining dunyodagi ta'sirini zo'raytirishni va shu orqali o'z tijoratini texmo taraqqiy qildirishni maqsad qilgan. Twitter yaqinqi vaqtlarda har qaysi davlatlardagi ijtimoiy harakatlarda va saylovlarda zo'r rol o'ynaganligi uchun diktator davlatlar Twitterdan baq o'qidi. Ukraina urushi sababidan Elon Musk Rossiya bilan dushmanlashib bo'ldi. Endi Xitoyga kelganda munosabat qanday bo'ladi? Elon Musk Twitterni setib olishdan oldin-keyinida fikr erkinligining muhim ekanligini ko'p qatim ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, ammo uning fikr erkinligi qonun yo'l qo'ygan doirada bo'lishi kerak. Twitter cho'qim o'zi ish olib berayotgan davlatning qonuniga yaqindan moslashish kerak degan so'zlari odamni yana o'ylantirdi. Forbes shirkatining 25-apreldagi analiziga qaraganda, Xitoy 2009-yili Twitterni cheklagandan buyon Twitter supasida ta'sir kuchi bo'lmay kelgan. Ammo bu ahvol endi o'zgarishi mumkin ekan. Xitoy Tesla shirkatining Xitoyga iqtisodiy va xom ashyo jihatiga ehtiyoji tufaylidan Twitterda ta'sir kuchini zo'raytirishga urinishi mumkin. Xitoy Tesla shirkatini xom ashyo bilan ta'minlaydigan eng chong davlat. Shundaqla Tesla mashinalarining dunyodagi ikkinchi chong bozori. Uning ustiga Tesla mashinalarining batareyalari butunlay Xitoyga tayinadi. Tesla shirkati Xitoyda avtomobil zavodiga butunlay o'zi ega bo'lgan tunji shirkat. Uningdan burun Toyota, Volkswagen qatorliq shirkatlar zavod qurgan bo'lsa-mu, faqat Xitoy bilan birlashib va texnik o'tinib berish orqali sheriklashib qurgan. Tesla shirkati bu jihatdan Xitoyning alohida imtiyoziga ega bo'lgan. Ahvoldan qaraganda Twitter masalasida Elon Musk Xitoyning orzusiga hurmat qildigandek turdi. Garchi u Amerikada hukumatning orzusiga hurmat qilmagan bo'lsa-mu. 2020-yili Amerika hukumati Xitoy virusi sababidan kishilarning taloqqa chiqishini cheklagan vaqtda Elon Musk Amerikani fashistlik qildi deb ayblagan edi. Endi Xitoy Elon Muskning zavodi va Shanxayni virus sababidan qamal qilib, inson chidog'siz holga kelgan bo'lsa-mu, Elon Muskdan sada chiqqani yo'q. Eng muhimi bu yilning beshida Tesla shirkati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yuz berayotgan Sharqiy Turkistonda ko'rgazmaxona ochdi.
Kishilik huquq tashkilotlarining bu vaqtdagi inkaslariga Elon Musk parvo qilib ketmadi. Bu sababdan ba'zi faoliyatchilar turli farazlarni o'ttirib qo'ymoqda. Agar Xitoy hukumatı Elon Muskdan Twitter'dagi Xitoyga qarshi kishilarning, jumladan Uyg'urlarning uchurlarini talab qilsa, agar ba'misang butun zavod do'konlarini taqa desa, Elon Musk buningga qanday javob berdi? Xulosa qilganda Twitter Elon Muskning qo'liga o'tishi bilan ko'p jihatdan taraqqiy qilishi mumkin. Fikr erkinligi ilgari surilishi mumkin. Yana bir tarafdan mushu xildagi fikr erkinligi prinsipidan foydalanib kelgan Xitoy Twitterda ta'sir kuchini zo'raytib, Uyg'urlarga qarshi ta'tir tashviqotini kuchaytirishi mumkin. Halbuki Uyg'urlarning taqdiri Twitterdan bakrak, Uyg'urlarning o'z tirishchanligiga bog'liq bo'lg'achqa, Twitter kimning bo'lishidan qat'iy nazar, uningdan qanday foydalanish yana eng muhim masala.